yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin, kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin, ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Haqiqatan ham bugun sizlar ulkan imkoniyatlar taqdim etilgan butunlay yangi hayot afsonasi turibsiz. Bu yo'lda tinimsiz izlanib, yangi marralar sari talpinish, dadillikda o'zingizga qat'iy ishonch doimo hamrohingiz bo'lsin. Hamisha yodingizda tuting. Har biringiz o'ziga xos iste'dod sohibisiz. Bilim va qobiliyatini namoyon qilishmoqda. Hayotdan yuksak marralarni ko'zdan turgan bunday serg'ayrat va bilimdon farzandlarimizning yurtimizdagi millionlab o'g'illarni o'zlab o'tkazishdan arziydi. Mamlakatimizda navqiron avlod vakillarni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, ularning qonuniy huquq-manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va sog'lig'ini o'rnatishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki jonajon vatanimizning kelajagi, uning taqdiri va taraqqiyoti bugun Sinan sinfxona va auditoriyalarda ko'p bilan ta'lim olayotgan yoshlardan qo'lda ekanligini barchamiz bilamiz. Ular ertaga O'zbekistonni yangi kuchli, rivojlangan, baxtli davlatga aylantirish, ular yaratgan an'analar bugun har birimizning qalbimizda, ongimizda albatta yashamoqda. Aziz farzandlarim, endilikda biz ana shu pullik
Marhamat, endi 20 yilliklarimizga navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Mana shu maktabimizga yig'ilgan bitiruvchilar, 10 yilliklar, 20 yilliklar, xush kelibsizlar, mehmonlar. Mana shu maktabni bitirayotgan bitiruvchilarga kelajakda ishlariga omad, bundan keyingi o'qishlarga kirishiga muvaffaqiyat tilayman. Hamma bitiruvchilar kelajakda yaxshi o'qimishli inson bo'lib, yaxshi ishlarga joylashishni tilab qolaman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu maktabda bizga ta'lim tarbiya bergan ustozlar, aziz o'quvchilar, biz mana shu darajaga yetgunimizga bizga ta'lim tarbiya bergan ustozlarimizga ta'zim aylaymiz. Mingdan ming rahmatlar aytamiz. Mana safimizda mana ko'rib turibsiz, ko'plari mana davlat ishida ishlayapti. Ko'p yutuqlarga erishishimizga bizga ustozlarimiz sababchi. Bu sizlarning qilgan mehnatlaringizning mevasi. O'shaning uchun men sinfdoshlarim nomidan hammalaringizga ta'zim aylayman. Rahmat, shunchalik bizga ta'lim tarbiya berganlaringiz uchun. Mana bu yilgi bitiruvchilarga sog'lik, omonlik, o'qishlariga omad tilaymiz. Bulardan oliy o'quv yurtlariga kirib ketib, jamiyatga foydasi tegadigan yaxshi insonlar bo'lib chiqishini kutib qolamiz. O'zimizning mana sinfdoshlarimiz nomidan bitta arzimas maktabga sovg'amiz bor. Shuni berishga ruxsat bersangiz. Rahmat samimiy tilaklar uchun. Marhamat, endi 10 yilliklarimizdan Bunozir Bahamli davlatligiga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum barcha ustozlar, o'quvchilar. Bugungi 25-may bitiruvchilarimizga hammasiga keyingi hayot yo'llarida omad tilaymiz. Bundan keyingi ishlarda rivoj tilaymiz. Ustozlarga kattakon rahmat aytamiz. Bergan ta'lim tarbiyangiz uchun tashakkur bildiramiz. Barcha sinfdoshlar nomidan. Rahmat sizlarga. Maktabga oz bo'lsa-da istamiz qo'shish maqsadida maktabga hadya qilmoqchimiz. Rahmat sizlarga. Davramizdan kuzatib qolamiz. 10 yillik hamda 20 yillik bitiruvchilarimizni. Marhamat. It's
Telefonla koyunlar. Salamat pek yılan mı? Hamma keldimi?